Hammaga salom. Bu men sizlar bilan Alixon. Bugun biz mana shu One Blockda yashab qolamiz. Xo'sh. Va biz boshladik. Like va obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Va biz boshladik, davay. Yo! Hali shunaqa edimi bu? Xo'sh. Paydo bo'lamiz. Paydo bo'l. Ha. Sezgan bo'lsalaringiz, bizda har xil o'rinlar ham bor. Nether, cho'l, end, qorli joy, oddiy o'rmon va bu nima bu? Bu nima bilanmi? Botqoq bu yer o'rmon. Ana changalzor. Bu qora daraxt joy nima deyiladi biladimi? Ha. Sandiq. Sandiq deysa, yaxshi. Ha, böyle olibdi. Qum olamiz. Mayli, hammasi olamiz. Olin. Like va obuna bo'lishingizdan chiqmasin, boshqalar kerak emas bizga. Buni sindirsa bilaman bularga. Lekin bar bizga sandiq demam. Daraxt kerak. So'p. Bizda tosh generator bor edi. Cheksiz tosh. Yana sandiq. Sandiqda ham hamma narsalar bir xil. Like va obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Bizda endi tosh generator ham bor. Daraxt mana. Va nihoyat daraxt chiqdi. Xo'sh, tosh generatorni yasash vaqti keldi. Ishqilib esimdan chiqmagan bo'lsa bo'ldi. Buni davay bitta qo'y. O'zgina blok kerak bizlarga. Daraxt sindiramiz. Do'stlar, men o'zi eng katta xato qildim. O'ldi. Xafa bo'lmanglar. Nima deymiz endi bu ham omadsizlik ekan. Sandiq yasab qo'yish kerak edi. Sandiq ichida har doimdan ortiq. U narsa har xil bo'lmaydi, tamom. Ish qilib tushib ketmasin. Yaxshi. Yo'lda ko'chada fotoqoladigan joyi bor ekan. Mana bu ayol kishimi, erkak kishimi bu? Mana ketdik. Do'stlar, o'z maqsadimizga